Jonim dadam, mana ana shu Monzacha siz o'g'lingizdan sovg'a. To'xta. Pulni qayerdan olding? O'g'lingiz siz uchun kuchukdagi ishlar o'tiranki dada. Mana moshincha mining maza qilib. Ana qara, qara, amsiyani bachasi dadasiga moshin sovg'a qildi. Bizni bacha yetdan yetiga oqqanni ham men olib beraman. Qachon odam bo'lasan sen? Yo'lima tegdi bular. Jonim dadam, mana siz o'g'lingizdan Toshkent Citydan 2 xonali uy kalitchasi. Rostdan Toshkent Citydanmi? Ha, maza qilib yashang dada. Rahmat, bacham pulni qayerdan olyapsan? Ohay, siz uchun o'g'lingiz kuchukdagi ishlar o'tiranki dada. Mushti pardadanga uy sovg'a qilibsan, senga 1000 bo'lib kelsin bacham. Rahmat. Ana, qara, hamsiyani bachasiga qara. O'tgan safar moshin sovg'a qilibdi dadasiga. Endi uy sovg'a qilibdi. O'g'ay, men ham ishlab o'tiribman-ku. Sen ishlagan puling 2 kilo kartoshka bilan 1 kilo piyozdan boshqa hech narsaga yetmaydi. Ket ko'rma yetmak. Ibi, hamsiya jon tinchlikmi, nima yig'layapsiz? Bacha qamaldi-da. Ibi, nimaga qamaylar? Sizni bachangiz moshin uy sovg'a qildi-ku. O'g'irlik qilgan ekan. O'g'irlik. Ana, ko'rdingizmi? Faqat hamsiya bachasini maqtaydingiz. Qamalibdi-ku o'g'irlik qilib. Men buni bachasini aytganman, men Ibrohim bachasini aytdim. O'zi Ibrohim bachasi sendan o'lik ortiq. Qo'y qo'ya kartoshka bilan piyoz olib kel. Bachang o'zi aptidan ma'lum o'g'irligi.